Javobsiz qo'lingizga asbob yarashibdi judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Bilaman nima ahvoli, shunaqa ham musur narsa chiqaradimi? Yag'zonni tupurgisini qaytib oladi deb o'ylamagan edim. Bular kechagi kuni Amirxonni shosida ko'rgan edim. Men bu o'zida ekspert yasab ko'chadagi reperlarga mazgit tarab o'tirdi. O'zini gapiga o'zi proti chiqib mana musur narsa chiqarib qo'yibdi. Даже ko'chadagi reperlar ham bundan ko'ra tuzroq aytadi. Men yonidagi ayolni to'g'ri tushunaman bilan. Bu ayol jichi chiqib qolsa, pastel temasida video chiqaradi. Eri jichini to'ytarib qo'ysa ham pastel temasida chiqaradi, ko'chadagi birov qichitib qo'ysa ham pastel temasida chiqaradi. Lekin mana bu mujik просто musor narsa chiqarganda hit bo'lib hit emas bilan. Haligi sluhi bor odam biladi, tushunadi. Rapda double track degan narsa bo'ladi, ya'ni ikkinchi marta aytilgan so'zlar. Eshityapman, na kачество yo'q, na ma'no mantiq degan narsa yo'qdi. Telefon diktofonda yozib qo'yishganmi bilmayman. Keyin bitta narsaga e'tibor berdinglarmi? Chunki yag'zon sal xotin-kalachga o'xshab ayollarga tortib ketib qolmayaptimi? Kiyinishlari, o'zini tutishi, gapirishi, erkak kishida ozgina xarizm degan narsa, qo'pollik degan narsalar bo'lish kerak edi. Chunki bu boladan u narsalar yo'qolib ketayotganga o'xshaydi. Chunki nimadir nito